Gentra mashinasini qanaqa qilib buni yumshoq qilganimizni video davomida o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin. Buni yumshatish uchun nimalar qilish kerak va nimalarga e'tibor berish kerak. Bu haqda sizga to'liq ma'lumot qoldiryapman YouTube'da. Videoni to'liq oxirigacha ko'ring. Har bitta joyida siz uchun foydali ma'lumotlar berib o'tganman. Bizni kuzatib boring va Avtovixga obuna bo'lib qo'ying. Siz uchun foydali kontentlar chiqarishda davom etamiz. Boshidagi holatni ko'rdilaring. Gentra mashinasini yumshatish uchun nimalar qilish kerak va nimalarga e'tibor berish kerak. Bugungi videoyimda aynan shu haqda mavzu bo'ladi. Juda ko'pchilik Gentra mashinasini aynan hadovoyini mers qildiraman yoki vtulkalarini Cobalt qo'yilsa ham mashina yumshoq bo'lar ekan deb fikr bildirishadi va albatta shu ishlarni qilishadi. Lekin zavodskiy holatda ham mashinani yumshatsa bo'ladi. Aynan mana shu narsani men video davomida o'zingizga 100 dan 0 gacha tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Mana masalan birinchi o'rinda bu hadovoy rechega. Ya'ni hadovoyni udarlarni yutadigan rechek bo'ladi. Juda ko'pchilik bu rechek vtulkalarini kestirib, peredilka qilib, Mercedes yoki Cobalt, Honda shunga o'xshash har xil mashinalarni qo'ydirishadi va mashinam yumshoq bo'ldi deyshadi. Lekin biz bunga hozir o'zini zavodskiy holatda recheklarini to'liq quymalar rezinka qo'yib, Sunnyblok rezinkalarini jem qo'yib beryapmiz. Sababi buni jem qo'yishimizdan sabab mashina yumshoq bo'ladi va har xil noqsh ovozlarda jem rezinkalar yo'qotib beriladi. Buni juda ko'pchiligimiz bilamiz. O'zini rechek vtulkalari zavodskiy ochiq bo'ladi ikkita yoni va bu 10,000 kilometrda har xil noqsh ovozlar, mana unga o'xshagan g'irchillagan ovozlar beradi. Shuning uchun biz bunga to'liq quymali vtulkani ko'rsatib qo'yyapmiz. Bu mashinada juda ham bo'layap turgan noqsh holatlar va har xil chiqib turgan ovozlarni yo'qotib beriladi. Zavod tomonidan yana bitta masala aynan Gentra mashinalarini ruli tirqilab qolishi. Yangi olganingizda rulida muammo bo'lmaydi. Aynan 10,000 kilometrga borganda rulidan tirqilash ovoz chiqib qolishi. Bunga sabab mana shu qo'limda ko'rib turgan vtulkalaring. Ya'ni bu vtulkani ichki tomoni bronzadan bo'ladi. Bronza rulda o'qi yurganligini hisobiga aynan o'sha o'q urilib tirqilagan ovoz chiqaradi. Bu muammo juda ko'p Gentralarda bo'lib qoladi. Ya'ni rulda chap tomonga turib razgom olganda xuddi shunaqangi tirqilagan ovoz chiqaradi. Siz shunga e'tibor beringki, agar bu vtulkani saniplastdan plastmassali qilib qilinsa, rulingizda bo'lib turgan tirqilash muammosi ham yo'qoladi. Keyingi masala bu sharnirlar. Mana shu qo'limda ko'rib turgan bu sharnirlarning rulni, ya'ni ruloy kolonkaga qotgan, bizning tilda aytganda tirsak. Aynan bu tirsaklarda mana shu holatda mashina bo'lsa, sizning mashinangizda muammo yo'q degani. Agar bu sharnirni ko'tarib yuborganingizda o'z-o'zidan tashlab yorsa yoki juda ham yumshoq bo'lsa, bu aynan rulda vibratsiya berishi, toshli yo'llarda yurganda rulga duruqlab urishiga aynan mana shu detallar sabab bo'ladi. Va oxirgisi bu nakanishning, ya'ni sharnirdan keyin qotadigan nakanishning. Nakanishni ham o'ynatib ko'rganingizda agar juda ham yumshoq va yo xaloslar xot bilan o'ynasa, ya'ni xaloslar xot degani bo'shliq. Juda ham yumshoq ishlasa, bu ham nakanishni ketganligini bildiradi. Aynan bularni mashinasidan qo'yib yig'ilsa, Gentrizda bo'lib turgan holatlar yo'qoladi. Shunga e'tibor berib qo'ying. Videoga bitta like bosib turing. Bu video ko'proq odam ko'rish uchun manfaatliroq bo'ladi. Va keyingi masala, bu stabilizator tiyaga. Stabilizator tiyagani ham mana ko'rishlaringiz mumkin, juda ham moshli holatda hali ketmagan. Buni sababi original qo'yilganligida. Agar siz buni original qo'yib yig'diradigan bo'lsangiz, sizda rulda burganda, razgom olganda va har xil noqsh holatlarda, yamaga tushganingizda, politsiyadan o'tganingizda to'q qilgan ovoz bo'ladi. Aynan mana shu stabilizator tiyagalar sabab bo'ladi. Stabilizator tiyagalarni ham vaqtida almashsiz, sizning mashinangizda bo'lib turgan muammolar yo'qoladi. Aynan shu detallarga e'tibor bering. Siz mashinangizni hadovoyga olib borganingizda, hadovoy qilishni boshlaganda, biroz bo'lsa ham vaqtingiz ketsa ham ustida o'tiring. Ustida to yechib olguncha. Yechib olgandan keyin aynan mana shu detallarni o'zingiz tekshirsangiz ham bo'ladi. Shu detallarni tekshirganingizda sizning mashinangizdagi bo'lib turgan holatni o'zingiz aynan tushunib olishingiz mumkin. Endi keyingi masala bu orqa yurish qismi. Orqa yurish qismida nimalarga e'tibor berish kerak? Video davomida buni ham aytib o'tib ketaman. Orqa yurish qismida nimalarga e'tibor berish kerak? O'zi orqa yurish qismida 12 tali shtanga vtulkasi, orqa amortizatori va stabilizator qalamchasi bo'ladi. Juda ko'pchilik mashinani orqa yurish qismidan tirqilab, g'irchillab ovoz chiqib qolsa, buni amortizatordan deb o'ylashar ekan. Lekin mana shu ko'rib turgan stabilizator qalamchalaring yoki shtanga vtulkalaring ketib qolsa ham xuddi shunaqa g'irchillagan, diqillagan yoki politsiyaga o'tganda daqillagan ovoz beradi. Bu shtanga vtulkalar ketishiga sabab siz mashinangizga metan, propan qo'yganingizda og'irlik kuchi tushib, aynan bu rezinkalarga nagrizga tushib ketib qoladi.
Agar sizni mashinangiz benzinga yuradigan bo'lsa, har 40 ming 50 ming probegda bu rezinkalarni tekshirtiring va almashtiring. Siz yangi balon qo'ydingiz va orqa balonni yevoryapti. Bunga razval aynan mana shu 12 talik shtanga vtulka rezinkaga qotgan bo'ladi. Razvali tez ketib qolishi, orqa balon yelib ketishi yoki katta krugovoy pоворotlarda mashinani orqa yurish qismini bir tomonga tashlashiga aynan mana shu 12 talik shtanga vtulkalar sabab bo'ladi. Orqa tomoningizdan tiriq ovoz chiqib qoladi. Hali qattanligini bilmaysiz, bagajdan kelyapti, bagajlarni tekshirdingiz, lekin hamma yoq joyida aynan mana shu stabilizator qalamchi xuddi o'sha tiriqlagan ovozni beradi va sizning mashinangizda chiqib turgan har xil noxush ovozlarga sabab bo'ladi. Aynan mana shu narsalarni vaqtida almashtirib tursangiz, sizning mashinangizda bo'layotgan turgan noxush holatlar yo'qoladi va orqa yurish qismida eng ko'p ovoz beradigan bu ruchnoy trosti pinnigi bo'ladi. Mana shu joyda g'irchillab, mana hozir ham eshitilyapti. Ana shu narsa g'irchillab ovoz beradi. Mana shu pinniyni yechmagan holatda turgan joyda shprisda ham bitta yog' haydalsa ham ovozlari yo'qoladi va mashinangizda orqa yurish qismidagi har xil chiqib turgan g'irchillash, daqillash ovozlar ham mutlaqo yo'qoladi. Aynan biz aytib turgan narsalarni vaqti, soatida e'tiborli qilib almashtirib yursangiz, mashinangiz avvalgidan ham yumshoqroq bo'ladi va sizga uzoqroq xizmat qiladi. Eng asosiy narsa bu amortizator, ya'ni hadoyda 60% ni shu amortizatorlar hal qiladi. Ko'rib turgan amortizatorlaring o'zini Gentra amortizator bilan birga-bir qilinadi. O'ziniki ko'p yurmasdan qotib qoladi. Biz qilib bergan amortizator Captiva pedrilkali, ya'ni tepa qismini rezbovoy qilib yig'iladi. Bu rezbovoy qilishimizga sabab qanchadir muddat, ya'ni 2-3 yil o'tgandan keyin ham mashinangizni bemalol hadoyiga olib kelsangiz, yana qaytadan ochib, o'zingiz amortizatoringizni remont qilib beramiz. Yana bitta masala, bu orqa amortizatori. O'zini zavodskiy orqa amortizatori juda ingichka bo'ladi, korpuslari ham ingichka bo'ladi va o'qi tez qayriladi. Biz bunga o'qlari qalin, korpuslari qalin Captiva pedrilkali amortizator qo'yamiz. Birga bir tushadi, hech qanday muammo ko'rsatmaydi. Eng asosiysi mashinangiz yumshoq bo'ladi. Juda ko'pchilik bizga savol beradi, perikachka yaxshimi yoki o'zini zavodskoy? Perikachka bu nima? Perikachka amortizator o'zini ichini ochib, qaytadan remont qilib yig'ilish. Biz qo'yib turgan amortizatorlar usulini, ya'ni bitta amortizatorni, zavodskoy amortizatorni olib, ichki qismini olib tashlab, unga kuchli mo'jizlangan amortizatorni porshinlarini qo'yib yig'ilsa, bu usulini deyiladi va uzoq vaqtga garantiya beramiz. Bizda eng asosiysi garantiya qancha deb so'rashadi. Bizda qilingan ishlarga 6 oyga garantiya beramiz. Mashinangiz yumshoq bo'ladi va sizga komfort holatda beradi. Sizga video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bu videoni o'rtoqlaringga ham jo'natinglar. Bu videoni ko'rsin. Mashinalari joski bo'lib yurgan bo'lsa, albatta bu ishlardan keyin mashinalari yumshoq bo'ladi. Juda ko'pchilikka tavsiya qilaman, Gentra mashinasini shunaqa qilib hadoy qilinsa, mashinalaring albatta yumshoq bo'lib, sizlarga yoqa boshlaydi. Juda ko'pchilikda yana bitta masala bo'ladi, ko'p yurmasdan mashinam qattiq bo'lib qoldi, Gentra mashinasi qattiq ekandi. Lekin biz aytgan ishlar qilinsa, juda go'zal holatda hadoy qilinsa, mashinalar yumshoq bo'ladi va uzoq vaqt xizmat qiladi. Yana bir holat bor, u Gentralarda, ya'ni rulni burganda g'ang'illab, g'attillab ovoz chiqaradi. Bunga gidrolik nasos sabab bo'ladi. Juda ko'pchilikda bu muammo bo'ladi, ochib remont qilinadi, lekin ko'p yurmasdan yana o'sha ovoz chiqib qoladi. Mana bu Gentrada ham xuddi shu holat kuzatilgan. Biz bunga hozirda Cobalt nasos qo'yib beryapmiz. Cobalt nasosning afzallik tomoni ovoz bermaydi, keyin uzoq vaqt xizmat qiladi. Rulingiz ham yengil bo'lib qoladi. Aynan mana shu Gentrada g'ang'illab ovoz berishi, rul qotib qolishi mana shu nasosga bog'liq bo'ladi. Juda ko'pchilikka maslahatim, o'zini remont qildirmaydi, chunki muddati juda ham past, keyin kam yuradi. Buni Cobalt nasos qo'yilsa, endi Cobalt nasosda qanday? Masalan, buni Xitoyi bor, originali bor. Agar Xitoyni qo'yadigan bo'lsangiz, salkam 2 yil xizmat qiladi. Original juda qimmat. Xitoy Vesmo firmanikini qo'yilsa, uzoqroq vaqt xizmat qilyapti mana. Men o'zim ham ko'pincha Vesmo qo'yib beraman va g'ang'illashi ham, rulni qotib qolishi ham, pavorotlarda rul burganda birdaniga rul qotib qolib, keyin yengillab ketadi gaz bosganda. Aynan bunga gidrolik nasos sabab bo'ladi. Mana bunga hozir Cobalt qo'yib beryapmiz, birga bir tushadi. Faqat bitta trubkasini pedrilka qilinadi. Ya'ni buni Cobalt nasosning trubkasi tepaga qaragan bo'ladi. Shuni oddiy bitta shayba bilan pastga qaratib qo'yilsa, buni svarka qilish shart emas. Trubkani yechgan holatda aylantirib, bitta shayba bilan qotirilsa, aynan o'sha boltini trubkadek bo'layotgan holat yo'qoladi.